Ha, qayerga ketyapsan? Oyim telefon qildilar, tez borib keling. Bo'pti, men charchadim, o'zing borib kela qol. Xo'p. Ha, qayerga ketyapsan? Oyim telefon qildilar, tez kelgin deb. Shunda borib keling. Xo'p, yur, borib qo'yamiz. Xo'p, unda sumkamni olib chiqing. Ovqating tayyormi? Uydagilarni hozir kuzatdim, ulgurmadim ovqat qilishga. Ko'chadan ishlasang yemay uyga kiryapman. Ne ovqating tayyor deb o'ylab. Hech narsa qilib qo'ymagansan. Nimaga uylandin? Men senga o'zi hech qanaqa foydang tegmasa, ovqatni ham qilib qo'ymabsan. Charchamayapsanmi? Yo'q, faqat ovqat qilishga ulgurmadim. Chiqsi yo'q. Mana bu narsalaringni qo'yib tur, keyin yig'ishtirasan. Yur, ko'chada ovqatlanib kelamiz. Adasi, mazam bo'lmayapti, boshim yomon og'riyapti. Sen kasaldan boshing chiqadi, o'zi. Har kuni kasalsan. Kerezding. Topotgan pulim faqat mana shu dorilaring ketyapti, bilasanmi? Adasi, cho'ta mazam bo'lmayapti. Boshim yomon aylanyapti. Men shu paytgacha yetmading. Tur tayyorlan, o'zim borib kelaman doktorga. Agar sizni turmush o'rtog'ingiz sizni himoya qilmayotgan, katta pullarni topmayotgan, yaxshi seks qilmayotgan bo'lsa, unda u bola pozitsiyasida bo'lishi mumkin. Buni qanday bilasiz? Chunki o'zingiz ham xuddi shunaqa bo'lasiz. Bir xil odamlar uchrashadi. Agar siz o'zgarsangiz, u ham o'zgaradi. Aynan shunday insonlar uchun men ajoyib programma tayyorlaganman. Bu programmamni siz Play Marketdan yoki App Storedan telefoningizga skachat qiling va Amori platformasidan kirib, eng zo'r darslarni, xuddi mana shunday muammolarga yechim beradigan darslarni osongina va arzongina ko'rishingiz mumkin.